Assalomu alaykum. Toshkent ovozi kanaliga xush kelibsiz. Ushbu kanalda tezkor va dolzarb bo'lgan xabarlarni yetkazishda davom etamiz. Agar kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bugungi xabarlarimiz haqida qisqacha. Bugun O'zbekiston hududida yer silkinishi kuzatildi. Rossiyada 3 oydan buyon maosh olmayotgan o'zbekistonlik ishchilar masalasida elchixona bayonot berdi. Nima uchun Shavkat Mirziyoyev Summa Chakrabartini Do'stlik ordeni bilan mukofotladi? O'zbek san'atida yana bir yo'qotish. Qashqadaryolik deputat uni prezident tayinlaganini aytdi. Vaziyat keskinlashyapti, qishloq o'qqa tutildi. Xushxabar, koronavirusga chalingan 44 nafar bemor sog'aydi. Shu va shu kabi xabarlar bugungi sonimizdan o'rin olgan. Ijtimoiy tarmoqlarda O'zLidep a'zosi xalq deputatlari Qashqadaryo viloyati kengashi deputati Gulnora Odilovaga oid video tarqaldi. Videoda xalq vakili Shahrisabzda yer ustida bir fuqaro bilan mojaroga kirishadi. Menga buni prezidentning o'zi o'ng qo'llab dokument qilib beradi. Ko'rasan, ana shu prezident meni deputat qilibdimi? Uning o'zi to'g'ri qilibsan deydi. Bundan battar qilgin deydi. Senga kelib aytadi aynan deydi u. Qashqadaryo gazetasining xabar berishicha, xalq deputatlari viloyat kengashining reglament va deputatlik odobi masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi yig'ilishida mazkur holat Gulnora Odilova ishtirokida muhokama qilindi. Yig'ilishda Gulnora Odilova xatti-harakatlarini jahl ustida qilganini tan olib, adashganini, chin dildan pushaymonligini bildirib, butun saylovchilari va xalqdan uzr so'radi. Doimiy komissiya a'zolari bildirgan fikr-mulohazalar va munosabatlar asosida qaror qabul qilinib, xalq deputatlari viloyat kengashi navbatdagi sessiyasida muhokama kiritish uchun taqdim etilgan. Bu Qashqadaryolik deputatlarning birinchi marta huquqiy savodxonlik borasida qovun tushirishi emas. Avvalroq xalq deputatlari Qarshi tuman kengashida deputat maktab direktori Feruza Ahmedova sud qarori borasida Daryo muxbiriga intervyu berarkan, qaror qanday qilib O'zbekiston Respublikasi nomidan chiqar ekan, ishni o'zimning Qarshi tuman ma'muriy sudi ko'rib chiqqan-ku degan edi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki prezidenti Summa Chakrabartini O'zbekiston Respublikasining Do'stlik ordeni bilan mukofotlash to'g'risidagi farmoni e'lon qilindi. O'zbekiston Respublikasi hamda Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki o'rtasidagi strategik sheriklikni yo'lga qo'yish va ko'p qirrali hamkorlikni kengaytirish borasidagi ulkan xizmatlari, shuningdek, respublikada amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar dasturining samaradorligini ta'minlashga, sanoat va infratuzilma tarmoqlarini modernizatsiya qilish bo'yicha ustuvor investitsiyaviy loyihalarga qo'shayotgan shaxsiy hissasi va ko'magi, mamlakatda qulay sarmoyaviy va ishbilarmonlik muhitini shakllantirish jarayonlarini faol qo'llab-quvvatlagani uchun Summa Chakrabarti O'zbekiston Respublikasining Do'stlik ordeni bilan mukofotlansin deyiladi farmonda. Sirdaryo viloyati musiqali drama teatri aktyori O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Adham Abdullayev vafot etdi. Bu haqda Sirdaryo viloyati musiqali drama teatri matbuot xizmati xabar berdi. Adham Abdullayev 1953-yil Toshkent viloyatida tug'ilgan. Ma'lumoti oliy. 2002-yilda O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist unvoni bilan mukofotlangan. Adham Abdullayev 1975-yil Sirdaryo viloyati musiqali drama teatrida o'z ijodiy faoliyatini boshlagan. Ijodkor o'tgan yillar mobaynida 130 dan ziyod dramatik, tragik, hajviy, musiqiy hamda ertak qahramonlarining betakror obrazlarini yaratgan. So'nggi fojiada Shavkat, serg'ayrat kishilarda Soddadil, Richard Uchda Lord Hastings, Hammomda Belvidonskiy, Qizbuloqda Gun, Imzoda Leonid Shindin, Soxta Oqsuyakda raqs muallimi, Chorboqdagi hangomalarda Lomov Ivan Vasilyevich, Alisher Navoiyda Majididdin, oddiy askarlarda kapitan Dugin, Hiyla-i Sharida Sharif, Chandunning sarguzashtlarida Kekubanya, Qirol Lirda Gersik Albaniy rollari shular jumlasidandir. Teatrshunos jurnalist sifatida Sirdaryo viloyati teatri tarixi, aktyor va rejissyorlari faoliyatiga oid yozgan o'nlab ilmiy maqolalari respublika va viloyat gazeta hamda jurnallarida chop etilgan.
Rossiyada 3 oydan buyon maosh olmayotgan o'zbekistonlik ishchilar masalasida elchixona bayonot berdi. Kecha ijtimoiy tarmoqlarda Rossiyaning Amur viloyatida gazni qayta ishlash zavodi qurilishini amalga oshirayotgan Renaissance Heavy Industries kompaniyasi ishchilari 3 oy davomida maosh olmaganligi sababli isyon ko'targani videosi tarqalgan edi. Videoda bir guruh ishchilar Renaissance Heavy Industries kompaniyasi ofisi eshiklarini tepib, texnikalarini sindirayotgani aks etgan. Shuningdek, videoda ur sindir degan so'zlar eshitilgan. Ishchilarning so'zlariga ko'ra, ular 3 oydan buyon ish haqini olmayotgani sababli mazkur ishga qo'l urgan. Norozilik bildirayotgan ishchilarni tinchlantirish uchun maxsus topshiriqlar bo'yicha militsiya otryadi jalb etildi. Viloyat prokuraturasi tomonidan ma'lum qilinishicha, holat yuzasidan xorijlik ishchilarning mehnat huquqini buzilishi bo'yicha tekshiruv boshlangan. Shu bilan birga tartibsizlikni yuzaga keltirgan ishchilarga nisbatan bezorilik moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ushbu masala yuzasidan O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi axborot berdi. Ma'lum qilinishicha, O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi 2020-yil 13-iyul kuni Rossiya Federatsiyasi Amur oblasti Svobodnoy tumanidagi Renaissance Heavy Industries kompaniyasiga tegishli vaqtinchalik Vaqta shaharchasida O'zbekiston fuqarolari ishtirokida yuz bergan hodisani nazoratga olgan. Mazkur masala bo'yicha Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligi va boshqa vakolatli organlar bilan muntazam muloqot olib borilmoqda. Bo'lib o'tgan hodisa tafsilotlarini aniqlash hamda O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining qonuniy huquq va manfaatlari himoyasini ta'minlash maqsadida voqea joyiga elchixona bosh konsuli yetib bordi. Elchixona rossiyalik hamkorlar bilan birgalikda mojaroni keltirib chiqargan sabab va shart-sharoitlarni o'rganish, muammoning barcha tomonlar uchun maqbul bo'lgan yechimini ishlab chiqish bo'yicha ish jarayoni va natijalari haqida qo'shimcha axborot beradi, deyiladi axborotda. O'zbekistonda koronavirusdan navbatdagi o'lim holati qayd etildi. Bu mamlakatdagi 65-qurbon bo'ldi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi xabar berdi. Shayxontohur tumanida yashovchi 61 yoshli erkak 10 kun davomida tana haroratining ko'tarilishi, bosh og'rig'i, holsizlik, yo'tal, hansirash belgilari bilan uyda davolangan. Ammo davo muolajalari natija bermagandan so'ng COVID-19 infeksiyasiga namuna topshirgan va kasallik tasdiqlangan. Joriy yil 13-iyul kuni bemor o'ta og'ir ahvolda Toshkent tibbiyot akademiyasi klinikasi reanimatsiya bo'limiga yotqizilgan. Unga COVID-19 infeksiyasi o'ta og'ir kechishi tashxisi qo'yilgan. Kasallik 2 tomonlama bronxopnevmoniya, nafas yetishmovchiligi asoratlari bilan kechgan. Shuningdek, u qandli diabet, yurak ishemik kasalligi, zo'riqish stenokardiyasi, gipertoniya kabi hamroh xastaliklar bilan ham og'rigan. Shifoxonada bemorning davolanishi davomida shifokorlar tomonidan onlayn konsultatsiya va konsiliumlar qilingan. Davolash jarayoni mutaxassislar tavsiyasi asosida olib borilgan. Biroq shifokorlar tomonidan standartlar asosida o'tkazilgan reanimatsion muolajalarga qaramasdan bemorning ahvoli keskin og'irlashib, o'tkir nafas, surunkali jigar va buyrak hamda o'pka yurak yetishmovchiligidan vafot etdi. Respublikamizga kelib tushgan transchegaraviy pul o'tkazmalari hajmi 2,4 milliard AQSh dollarini tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 156 million dollarga yoki 6% ga kamaydi. Bu haqda Markaziy bank matbuot xizmati xabar bermoqda. Chet elga yuborilgan transchegaraviy pul o'tkazmalari miqdori 427 million dollarga yetib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 40 million dollar yoki 9% ga kamaydi. Natijada transchegaraviy pul o'tkazmalari bo'yicha ijobiy savdo 2 milliard dollarga yetib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 116 million dollarga kamaydi. 2020-yil 14-iyul soat 17:30 holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 13993 nafarni tashkil etmoqda. Yangi kasallanish holatlarining barcha 121 nafari Toshkent shahrida aniqlangan. Bugun ayni paytga qadar yurtimizda 8074 nafar koronavirus infeksiyasiga chalingan fuqarolar sog'aydi. Hozirda mamlakatimizda 5854 nafar bemorga shifokorlarimiz tomonidan belgilangan standartlar bo'yicha davo choralari ko'rilmoqda. Bu haqda ma'lum qildi Sog'liqni saqlash vazirligi jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi.
Bugun 14-iyul kuni Toshkent vaqti bilan 12:34 da Afg'onistonda zilzila sodir bo'ldi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi Seysmoprognostik monitoring respublika markazi xabar qildi. Zilzila koordinatlari 36,58 gradus shimoliy kenglik, 70,86 gradus sharqiy uzunlik, magnituda M5, chuqurlik 10 km. Zilzila epitsentridan Toshkentgacha masofa 540 km janubiy sharqiy yo'nalish bo'yicha. Zilzila O'zbekiston hududida Namanganda 2 ball, Andijonda 2 ball, Farg'onada 2 ball, Gulistonda 2 ball, Jizzaxda 2 ball, Samarqandda 2 ball, Termizda 2 ball, Qarshida 2 ball. Ozarbayjon Mudofaa vazirligi Armaniston harbiylari Tovuz tumanidagi Dondar qushchi qishlog'ini yirik kalibrli qurol va artilleriyadan o'qqa tutganini ma'lum qildi. Armaniston qurolli kuchlari bo'linmasi Tovuz tumanidagi Dondar qushchi qishlog'ini yirik kalibrli qurol va artilleriya qurilmasidan o'qqa tutdi. Qishloq aholisi jabrlanmadi degan Ozarbayjon Mudofaa vazirligi matbuot kotibi polkovnik Vagif Dargahli. Ozarbayjon ham jim turgani yo'q. Mamlakat Mudofaa vazirligining rasmiy saytida Armaniston harbiy obyektlari yo'q qilingani aks etgan videoni e'lon qildi. Vaholanki bir kun avval Armaniston Mudofaa vazirligi chegarada vaziyat nisbatan barqaror ekanini aytgandi. Eslatib o'tamiz, 12-iyul kuni Ozarbayjon va Armaniston chegarasidagi Tovuz tumanida qurolli to'qnashuv yuz berdi. Ozarbayjon Mudofaa vazirligi chegaradagi pozitsiyalari Armaniston kuchlari tomonidan o'qqa tutilganini ma'lum qildi. Armaniston ham o'z navbatida buning aksini aytib chiqdi. Ozarbayjon tomoni to'qnashuvda 4 nafar harbiy halok bo'lganini bildirdi. Armaniston esa 2 politsiya xodimi va 3 askar o'lganini aytdi. Rasmiy Yerevan Baku har 15-20 daqiqada Armaniston hududiga hujum qilib turganini iddao qildi. Qayd etish kerakki, Armaniston va Ozarbayjonning hududiy muammosi so'nggi 30 yildan beri davom etyapti. Buning sababi Armanistonning Ozarbayjonga tegishli bo'lgan tog'li Qorabog'ni egallab olishidir. Xalqaro hamjamiyatning e'tirozlariga qaramay, Armaniston tog'li Qorabog'ni Ozarbayjonga qaytarmay keladi. Vaziyat shu darajadaki, agar ikki tomon ham tinchlanmasa, davlatlar o'rtasida urush bo'lishi ham mumkin. Endi esa ob-havo ma'lumotlari. Gidrometeorologiya xizmati markazi ertaga 15-iyul kuni O'zbekistonda qanday ob-havo kuzatilishini ma'lum qildi. Toshkent shahri havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti bilan o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 22-24 gradus, kunduzi 37-39 gradus bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyati havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 22-27 gradus, kunduzi 37-42 gradus bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlari havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 22-27 gradus, kunduzi 37-42 gradus bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlari havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 20-25 gradus, kunduzi 35-40 gradus bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlari havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 20-25 gradus, kunduzi 37-42 gradus bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlari havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekundiga tezlikda esadi. Harorat kechasi 19-24 gradus, kunduzi 34-39 gradus bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlari havo o'zgarib turadi. Tog' oldi va tog' hududlarining ba'zi joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekundiga tezlikda esadi. Harorat kechasi 12-17 gradus, kunduzi 23-28 gradus bo'ladi. Avvalroq joriy yilning 14-15 iyul kunlari O'zbekistonning sharqiy viloyatlariga sel kelishi mumkinligi aytilgandi.
Buguncha sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizni keyingi dasturlarimizda ham kuzatishni yodingizdan chiqarmang. Ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.